Salom hammaga. Xiaomi Pad 7 Pro plansheti haqida qisqa va lo'nda ma'lumot. Displey 11,2 dyumli IPS, yangilanish tezligi 144 Hz, planshet korpusi metaldan ishlangan, og'irligi 500 gram. Protsessori Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Operatsion tizim Android 15. Operativ xotirasi 8 yoki 12 GB gacha, saqlash xotirasi 256 yoki 512 GB gacha. Planshetning orqa kamera blogida bitta 50 megapikselli va bitta 2 megapikselli kamera joylashgan. Old kamerasi 32 megapikselli. Planshetning batareyasi 8850 mAh, maksimal zaryadlash quvvati 67 Watt, tez zaryadlash funksiyasi bilan 30 daqiqada 53% gacha zaryadlanadi. To'liq zaryadlash vaqti 1 soat va 13 daqiqa. Aloqalari Wi-Fi 7, Bluetooth versiyasi 5.4. Yana boshqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.